Ushbu tasvir Gamera Garyayevaning tasviri. Gamera Garyayevada chiziqlar xuddi shu tartibda joylashgan bo'ladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin katta hamda kichik mayda kataklar mavjud. Bir raqami bilan ko'rsatilgan katak bu kichik katak, ikki raqami bilan ko'rsatilgan katak esa bu katta katak hisoblanadi. Leykositlar aynan shu katta kataklarda sanaladi. Ularning jami miqdori 100 taga teng. Garyayev kamerasida umumiy katta kataklar soni 100 ta. Yanada tushunarliroq bo'lishi uchun raqamlar bilan belgilab qo'ydim. Shu hududlarda joylashgan leykositlarning umumiy soni sanaladi. Mikroskop ostida o'zingizga qulay usulda sanab ketishingiz kerak bo'ladi. Yanada tushunarliroq va aniqroq bo'lishi uchun hozir xayolan leykositlar qanday tartibda joylashishini tasvirini chizib beraman. Tasavvur qiling, mana shu qizil nuqtalar leykositlar. Aytaylik, leykositlar shu tartibda joylashgan. Siz bunday holatda bu yerda joylashgan barcha leykositlarni emas, faqatgina belgilangan hududdagi 100 ta katakdagi leykositlarni sanashingiz kerak bo'ladi. Mana bu belgilangan hududlar. Mana shu hududdagi L harfi bilan belgilangan hududda joylashgan leykositlarni sanashingiz kerak bo'ladi. E'tibor qilishingiz kerak bo'lgan yana bir jihat, kataklar ustidagi chiziqlarga tushib qolgan leykositlar hisobga olinmaydi. Aytaylik, leykosit mana bu hududga tushib qoldi. Bu sanoqda qo'shilmaydi yoki mana bu hududga. Yoki mana bu tarzda joylashgan. Ushbu tarzda joylashgan leykositlar hisobga olinmaydi. Bu o'rtaga tushib qoldi. Bu hisobga olinadi. Mana shu tarzda chiziqlar ustida joylashib qolgan leykositlar sanoqda qo'shilmaydi. 100 ta katakda 120 ta leykosit mavjud. Sanashni biz tugatdik, yakunladik va jami 100 ta katakda 120 ta leykosit sanadik. Endi javob qanaqa tartibda beriladi? Endi biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu formula bilan ishlashimiz kerak. Ya'ni bu sonni formulaga qo'yishimiz kerak. Formula quyidagicha bo'ladi. Quyidagi formula asosida javoblarni chiqaramiz. Formula quyidagicha: x barobar a ko'paytirib 250 ko'paytirilgan 20 taqsim 100 yoki qisqartirib a ko'paytirilgan 50 deb olsak ham bo'ladi. Formulada 1 mikrolitr qondagi leykositlar soni x bilan belgilangan. A bu 100 ta katta katakdagi leykositlar soni, 20 bu qonni suyultirish darajasi, 100 sanalgan kataklar soni, 250 bitta katta katak hajmi. Formulani qisqartirib a ko'paytirilgan 50 qilib olishimiz mumkin. Endi bizda jami sanagan leykositlarimiz soni 120 ta chiqdi. 120 ta chiqdi. Endi biz qilishimiz kerak bo'lgan ish 120 tani ko'paytiramiz 50 ga. 120 ni 50 ga ko'paytirganimizda javob chiqadi 6000. Demak, bizda 6000 millimetr taqsim kub leykosit mavjud. Bo'ldi. Shu bilan leykositlarni sanash tugaydi shu tarzda. Qisqa, lo'nda va oson tarzda tushuntirishga harakat qildim.